Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga həmminglar xuş kəpsizlər. Mən Riyasət İftixar Abdurşid. Bugün düşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. 23 may gündən etibarən Latin Amerika dövlətlərinə qaratqan 2 həftəlik xizmət ziyaretini Braziliyadan başlayan Dünya Uğur Qurultayının rəisi Dolqun Eysa, Qurultay İcraiya Komitetining rəisi, Uyğur Kişilik Hüquq Quruluşunun direktori Ömer Qanat, Qurultayning bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay erkinlaridan tarkib topgan Qurultay heyetining tunji qatimliq Braziliya ziyarati Braziliya matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Braziliyaning eng nopuzliq matbuotlaridan Sao Paulo kunlik xabarlar gazeti 27 may kuni Braziliyada ziyarati bo'lgan Dünya Uğur Qurultayining raisi Dolqun Eysa apandim bilan o'tkazgan cho'ng hajmlik ziyorat xotirasini e'lon qilib, Dolqun Eysa apandimning bayonlari orqali o'qirmanlarga Sharq Turkiston va Uyg'ur masalasi haqida atrofli tushuncha berdi. Uyg'ur lideri Xitoyning assimilyatsiya siyosati Xi Jinping davriga kelganda irqiy qirg'inchilik aylandi degan temada e'lon qilingan mazkur ziyorat xotirasida Dolqun Eysa apandim Uyg'urlarning tarixdan buyon mustaqil davlatlarni qurib yashab kelgan shonliq tarix va madaniyatga ega bir millat ekanligini, Uyg'urlar bilan Xitoylar o'rtasida fiziologiya, urf-odat, madaniyat va diniy e'tiqod jihatlarida hech qanday bir o'xshashlikning yo'qligini, Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan 1949-yildan buyon Uyg'urlarga planliq va sistemli holda assimilyatsiya qilib yo'qotish va tabiiy boyliqlarni talon-taroj qilishdek tipik mustamlikachilik siyosatini yurgizib kelganligini, Xitoyning bu xil siyosatining taraqqiy qilib 2017-yilga kelganda zo'r ko'lamli bir irqiy qirg'inchilik aylanganligini, millionlagan Uyg'urlarning jazo lagerlariga, turmalarga va majburiy emgak maydonlariga qamilib, og'ir qiyin qistoqlarga va o'ldirilishga duchor bo'layotganligini amaliy misollar bilan o'ttirib qo'ydi. Va Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan insoniyat qarshi jinoyatlarining BDTning dokladlarida rasmiy usulda o'rin olganligini, hozir qadar bir hukumat va 9 parlamentning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib qaror olganligini, BDT kishilik huquq kengashining a'zosi bo'lgan Braziliyaning o'zining xalqaro majburiyatlarini ado qilib, xalqaro so'rovlarda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi aktiv harakatga o'tishini umid qilganligini ifoda qildi. BDT kishilik huquq kengashining 51-navbatlik yig'inida BDT kishilik huquq oliy komissarligi tomonidan e'lon qilingan Uyg'ur vaziyati haqidagi dokladning muzokaraga qo'yilishi uchun o'tkazilgan ovoz berish yig'inida Braziliyaning ovoz berish huquqidan voz kechganligidan chet ellardagi Uyg'urlarning va kishilik huquq tashkilotlarining qattiq afsuslanganligini bildirgan Dolqun Eysa apandim, oldimizda o'tkazilgan BDT kishilik huquq kengashining 53-navbatlik yig'inida Braziliya hukumatining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi birlik sap qurgan ellar bilan bir sapda turishni orzu qilganligini ifoda qildi. Ziyorat xotirasida Dolqun Eysa apandimning vatandagi oilasining ziyonkashlikka uchrash ahvoli va Xitoyning o'ziga qaratgan chegara halqan ziyonkashliklarga tafsiliy o'rin berildi. Braziliyadagi 4 kunlik ziyoratini muvaffaqiyatli holda oxirlashtirgan Qurultay heyeti 27 may kuni Argentinaga yetib kelib, bu yerdagi faoliyatlarni boshladi. Bu Qurultay heyetining Argentinani 2-chi qatim ziyorat qilishi bo'lib, hammaga ma'lum bo'lgandek, Dünya Uğur Qurultayi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining Sharq Turkiston xalqiga qarta irqiy qirg'inchilik va insonlikka qarshi jinoyat yurgizayotgan Xitoy hokimiyati va bu xil qirg'inchilik bevosita qo'mondonlik qilayotgan Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy amaldorlari ustidan tayyorlab chiqqan arznamasi 2022-yil 17-avgust kuni Dünya Uğur Qurultayining raisi Dolqun Eysa, Qurultay Ijroiya Komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, Qurultayning Angliyadagi advokati Michael Polak va Qurultayning Argentinadagi advokatlari Gabriel Cavallo va Juan Netolardan tarkib topgan arzdorlar heyeti tarafidan Buenos Airesdagi 12 kishidan tarkib topgan Argentina Federal Sotchilar heyetiga topshirilgan va mazkur arz Argentina Federal Sotchilar heyeti tarafidan rasmiy qabul qilingan edi. Argentina sotiga sunilgan arznoma Londonda qurilgan Uyg'ur sot kollegiyasining hukmnomasi, BDTning Uyg'urlarga munosabatli dokladlari, xalqaro mustaqil tadqiqot organlari va tarafsiz tadqiqotchilarning Uyg'urlar haqida e'lon qilgan dokladlari, shundaqla bultur oshkorlangan Şinjan saqchi hujjatlari asosida tayyorlangan bo'lib, arznamada yana ko'plagan shohidlarning, bo'lib lager shohidlarining guvohliklari tafsiliy o'rin olgan. Arznamaning sunilishi bilan Uyg'urlar masalasi ancha to'nilib ketilmagan Argentinada Uyg'urlar masalasi biroqla Argentina matbuotlarining qiziq temasiga aylangan edi. Dolqun Eysa apandim boshchiligidagi Qurultay heyetining bu qatimqi Argentina ziyaratining asosli maqsadi Dünya Uğur Qurultayi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining Sharq Turkiston xalqiga qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat yurgizayotgan Xitoy hokimiyati va bu xil qirg'inchilik bevosita qo'mondonlik qilayotgan Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy amaldorlari ustidan Argentina sotiga sungan arzning qarab chiqilishiga va sotlashning rasmiy boshlanishiga haydakchilik qilishdan iborat.
Amerika Avam Palata a'zosi, Avam Palatasining Xitoy strategiyalik raqobat alayida komiteti a'zosi Richard Torres 25 may Davlat Majlisiga Uyg'ur irqiy qirg'inchilik istixborot tahqiqlash qonuni nomli qonun loyihasi sungan. Richard Torresning 25 may e'lon qilgan bayonotidan ma'lum bo'lishicha, mazkur qonun loyihasi Erika davlatlik istixborot ishxonasining navbatda Uyg'urlarga qarata davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikqa oid yillik doklad tayyorlab, Davlat Majlisiga sunishni talab qildi ekan. Bayonotda Richard Torres mundaq degan: Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur xalqiga qarata ilib borgan irqiy qirg'inchiligi insoniyat qarshi qilingan jinoyat bo'lib, sal qarashga bo'lmaydigan darajada og'ir. Ziyonkashlik uchirg'ichlarning kechirmishi cho'qim so'zlanishi kerak. Richard Torres yana bu qonunning Davlat Majlisida har ikki partiyadan bo'lgan a'zolarining birda qo'llashiga erishishiga umidvor qaraydiganligini bildirib, "Men sungan qonun loyihasining alayda komitetda Xitoy Kompartiyasining etnik va diniy asosliqlarga qarata ilib borgan kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi turishda har ikki partiyaning hamkorlik asosiga aylanishiga umidvor qarayman" degan. Richard Torresning qayd qilishicha, Amerika Davlat Majlisidagi har ikki partiya Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarni bir xalq sifatida madaniyat, kimlik, tarixiy mavjudlik nuqtasidan vayron qilish g'arazining aniq va qoyil qilarlik darajada ro'shan ekanligidan ogoh bo'lish kerak ekan. U Uyg'urlarning tug'ilish nisbati bola tushirish, majburiy tug'mas qilish sababidan yerimlab ketganligini ogohlantirgan. Richard Torres yana Xitoyning qilmishiga qarata Amerika irqiy qirg'inchilik degan so'zni qo'llangandan keyin bizning federatsiya hukumati va xalqaro jamiyatni harakat keltirishga alohida mas'uliyatimiz bor degan. Xitoy hukumatining ijtimoiy aloqa torlari orqali keng ko'lamli ta'sir ko'rsatish harakatini qanot yaydirayotganligi navbatda chet ellardagi tadqiqot o'rinlari kuchli diqqat qilayotgan bir masalaga aylandi. Yaqinda Avstraliya strategiya va siyosat tadqiqot markazi va qo'g'dovchilar tashkiloti orqa-orqadan Xitoyning tor orqali ta'sir ko'rsatish harakati haqida maxsus doklad e'lon qilib, Xitoyning ta'sir ko'rsatish va soxta uchur tarqatish harakatining borgan sari murakkablashayotganligi va ta'sirining kuchayayotganligini ogohlantirgan. Bu organlarning deyishicha, Xitoy bu harakatida asosliq demokratik davlatlarni nishon qilib, ularning davlat ichi siyosati, tashqi siyosati, bexatarlik va mudofaa siyosatlarini qalayimqonlashtirishga markazlashgan. Texmi muhim bo'lgani, Xitoy hukumatining ta'sir ko'rsatish va soxta uchur tarqatish harakatiga uchrayotgan davlatlardagi siyosat belgilovchilar va xalq ommasi buni texnik yetarli darajada idrok qilib bo'lolmagan bo'lib, bu vaqtdagi tonishni oshirish to'liq zarur ekan. Avstraliya strategiya va siyosat tadqiqot markazi bu vaqtda e'lon qilgan jamoat fikri ustidagi o'yin nomli maxsus dokladida mundaq deb ko'rsatgan. Ta'sir ko'rsatish harakatiga asosli nishon bo'layotgan demokratik davlatlarda Xitoy Kompartiyasining ta'sir ko'rsatish harakatlari tez sur'atda taraqqiy qilayotgan bo'lsa-mu, biroq bu davlatlardagi siyosiy rahbarlar, tadbir belgilovchilar, shirkatlar va xalq ommasining bu vaqtda tushunchisi yo'q. Demokratik davlatlarda internet kam bo'lsa bo'lmaydigan va noit erkin chetilgan bo'lg'achqa, ularning ta'siriga uchrashi texim qulay bo'lmoqda. Doklad yana tövendikilar bayon qilingan. Yaqinqi yillardan buyon internet aloqa torining kishilik huquq va demokratiyaga o'xshash qimmat qarash va ideyalarni tarqitish iqtidori Kompartiyaning mavjudligiga bevosita tahdid deb qaraldi. Shunga Xitoy raisi Shi Jinping ijtimoiy taratqularni asosliq jang maydoni deb jakarlab, ta'sir ko'rsatish harakatlarini keng qanot yoydirdi. Xitoy Kompartiyasi davlat ichida Kompartiyaning mavjudligini kapolatga ega qilish va o'ziga foydali tashqi muhit yaratish uchun torda va tor sirtida munozir kuchini oshirmoqda. U xalqaro kun tartiblarini belgilash orqali siyosiy, iqtisodiy va strategik maqsadlarga yetmoqchi. Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchiligi o'rniga Xitoyning muavin tashqi ishlar ministri She Fengning tayinlanishi har sohaning diqqatini qo'zg'adi. She Feng 23 may kuni Washingtonga yetib kelgan bo'lib, u 24 may kuni ingliz tilida muxbirlarga bayonot berib, o'zining bosh elchilik yangi vazifasini topshirib olganligini va Xitoy-Amerika munosabatidagi diplomatlik vazifasini ado qilganligini bildirgan. She Feng haqidagi uchurlardan ma'lum bo'lishicha, 1964-yili 4-oyda tug'ilgan She Feng bu yil 59 yoshga kirgan. U Xitoyning Beyjingdagi diplomatiya universitetiga o'qishini tamomlagandan keyin Xitoyning tashqi ishlar ministrligida xizmatini boshlagan. 2014-yildan 2017-yilgacha Xitoyning Indoneziyadagi bosh elchisi bo'lib tayinlangan. 2019-yildan 2021-yilgacha Xitoy tashqi ishlar ministrligining Hong Kong alayda rayonida turishliq 6-navbatli komissar vazifasini o'tagan. 2021-yildan 2023-yili 5-oyning 23-kunigacha Xitoy tashqi ishlar ministrligida muavin tashqi ishlar ministri vazifasida bo'lgan ekan. Xitoyning Amerikadagi yangi navbatlik bosh elchisi She Feng va Amerika-Xitoy munosabatining kelgusi yuzlanishi haqida navbatli taratqularda ko'plagan mulohazalar o'tirg'a chiqmoqda. Amerikada chiqadigan Politico gazetida deyilishicha, Amerika-Xitoy munosabati dunyodagi eng muhim munosabat hisoblansa-mu, lekin Xitoyning 4 oydan beri Washingtonga bosh elchi avatmasligi ikki davlat munosabatining qanchalik o'tkir ham nacharlashganligini ko'rsatib berdi deb qaralgan. Amerika-Xitoy munosabatlari yaqinqi bir necha yildan buyon ikki davlat o'rtasidagi savdo, texnologiya, Tayvan,
Janubiy dengiz Xitoyning kishilik huquq vaziyatidagi Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik va majburiy emgak mahsulotlari masalasi Xitoydan Amerika havo bo'shlig'iga kirgan jasuslik shari qatorliq bir qator voqealar sababidan bargancha o'tkirlashgan. Ikki davlatning oliy darajalik uchrashishimi o'tgan yil 11-oydan buyon to'ng'itilgan edi. Bu vaqtdagi analizlarda ko'rsatilishicha, Shefingning mushundaq bir vaziyatda Washingtonga yetib kelishi Xitoyning Amerika bilan bo'lgan ixtilofini yumshatish pozitsiyasini ko'rsatishi mumkin ekan. Ammo Amerikadagi Xitoy vaziyat analizchilaridan Chicago universitetining taklifdagi professori, kishilik huquq advokati Tongbiao apandining qarashicha, yangi tayinlangan bosh elchi Shefingning kelishi bilan buningdan keyin Amerika-Xitoy munosabatida yumshash yoki yaxshilanish bo'lishi ta'sis ekan. Tongbiao mundaq dedi: Ba'zilar Xitoyning Shefingni Amerikadagi bosh elchisi qilib tayinlashi Xitoy-Amerika munosabatini yumshatish haqida berilgan signal deb qaramoqda. Ammo mening qarashimcha, Xitoy-Amerika munosabati navbatdagi vaziyatda yaxshilaniishga yuzlanishi intayin tez. Umum jihatdan olganda, Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi munosabat va Xitoy bilan G'arb dunyosiga to'qinish bargancha shiddatli bo'lishi mumkin. Tongbiao apandi yana bu to'qinishning sababi haqida to'xtaldi. Uning qarashicha, Xitoyning maqsadi Amerika bilan tang o'rinda turish va Xitoyning mustabid hukmronligiga manfaat yetkazadigan dunyo tartibini barpo qilish ekan. Holbuki Amerika boshchiligidagi G'arb demokratik davlatlari Xitoyning dunyoga olib kelayotgan tahdidini bargancha aniq tunib yetgan. Shunga oldingi bir qancha yilda xalqaro iqtisod, savdo texnika, kishilik huquq masalasi taraflariga to'qinishlarning kuchayishimi shu sababdan ekan. Tongbiao apandining ta'kidlashida bu xil vaziyatning yaqin kelgusida o'zgarishi va yumshishi mumkin emas ekan. 24-may Xitoyning Amerika elchixonasiga bosh elchi bo'lib tayinlangan Shefing Washingtonda o'z xizmati haqida bayonot bergan kuni Amerikadagi Uyg'urlar norozilik bildirish faoliyatlari o'tkazgan. Uyg'ur Amerika birlashmasining raisi Alfidor Iltabir xonimning bildirishicha, ular Xitoyning Amerikaga tayinlangan bosh elchisining Amerikaga kelish munosabati bilan Amerikadagi Uyg'urlarning Xitoy hukumatiga qarshi norozilik ifodalash faoliyatlarida bo'lgan. Ular 24-may atdiganda Amerika Xitoy elchixonasi oldiga qora gul chambarak, irqiy qirg'inchilikni to'xtat degan xatlar yozilgan mayka va lozungkini qo'ygan. Shu kuni kechqurun Oqsaroy oldida yana norozilik namoyishi o'tkazib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini to'xtatishi talab qilingan. Xitoy hukumatidan Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini to'xtatishini talab qilgan. Ular yana Amerika hukumati va xalqidan Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni unutib qolmasligini talab qilgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.